Assalomu alaykum qadrli ishonchlar savdo plash korxonasi mijozlari. O'z korxonamizda katta plyonka ishlab chiqaruvchi apparatimiz dam olyapti, lekin bu yoqda 8 metrgacha bo'lgan plyonka ishlab chiqaruvchi apparatimiz ishlashda davom etyapti. Bu apparatimiz hozir mijozlarimiz buyurtmasini sifatli holda ishlab chiqarish bilan band. Ba'zi bir mijozlarimiz buyurtmalar tayyor bo'lishi ulgurgan bemalol korxonamiz xodimlariga qo'ng'iroq qilib, buyurtmalaringiz haqida ma'lumot olsangiz bo'ladi.